saharda mayin sabo yuraklarni uyg'otar. Sen yonimda bo'lganingda tunlar ham sokin o'tar. Ko'zlaringga termulgancha olamni unutaman. Bir qarashing olov kabi yuraklarni o'ynatar. Men butun baxtni his qilib borlig'imdan kechaman. Har nafasing tafti bilan ishq sharobini ichaman. Nozik mayin shivirlashib erkalashing rom etar. Baxtimni men sendan topdim, muhabbatim quchaman. Chunki sening ayolingman, yagona misolimsan. Muhabbat osmonida tuganmas xayolimsan. Qo'llaringni cho'zsang agar borlig'imni beraman. Qalbim butunlay rom etgan, sen mening hayotimsan. Alo, Salom, yaxshimisiz? yaxshi. Hozir bitta mijozim telefon qildi. Keladigan bo'ldi. Shu uchun harakatinglarni qilib turinglar. O, zo'ru. Ey, nima gap tishlaymi? O'lja bor deyapti Dilafruz. Bo'pti. Kelishdan oldin esimiz yozib qo'ysin. Orqasidan biz kirib boramiz. Yaxshi. Bo'pti Dilafruz, gazini bos. Xabar yuborib qo'y bizga. Xo'p, xabarlashamiz. Bo'pti, yaxshi. Faqat boru, oldingi safar sal dovdirab qoldi. Bu safar o'zingni qo'lga olib dadil gapir. Agar dovdiramaganimda $1000 ola olmasdim. O'zlaring soxtaliklaringni bildirmasanglar bo'ldi. Men o'zimni nima ish qilishimni bilaman. Bo'pti, ko'p gapirma, biz ham o'zimiz bilamiz. Ko'rishguncha. Sizlarni kutaman. Ey. Sherdor. Shu ishga bekorga burnimni suqdimmi deyapman. Juda xavfli o'yin o'ynayapmiz. Undan ko'ra o'sha kartani o'ynab yurganim yaxshi edi. Qo'ysangiz-chi, Azim aka. Ishimiz oson bo'lyapti, xamirdan qil sug'urgandek bo'lyapti. Pul olganda hech nimani o'ylamaysizda, ishni boshida mana bunaqa panika qilasiz, aka. Bo'pti. Ish qilib oxiri baxayr bo'lsin. Yaxshi bo'ladi, tavakkal. Sergak bugun, tushundingmi? Xo'p. Sergak bo'l, baribir ayol. Xo'p, aka. Bo'pti. Bo'pti, haydang bo'lmasa. Ketdik. Tayyorgarlik ko'raylik. Assalomu alaykum, oyijonim. Yaxshi o'tiribsizmi? Alaykum assalom. Xo'sh. Oyijon. Bugun juda ham kayfiyatim a'lo. Qarang, bitta narsa bo'ldi. Farzandlari onalariga qanchalik ko'p pul berib tursa, farzandlari topayotgan rizqiga baraka berar ekan. Rostdan, Shuning uchun bundan buyog'i faqat sizga pul beraman. Duo qilib tursangiz bo'ldi. Mana onajonim. Bu qarang ko'kidan. Oyijon, bu pul o'zizga. Hech qanaqangi ro'zg'orga aloqasi yo'q. Bozorga chiqib, xohlagan kiyimingizni olib, xohlagan ovqatingizni yeb, maza qilib keling. Mana onajon. Duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Ko'kidan degin? Ha, qarang. Yo'qot bu harom pullaringni. Oyi, tushunmayapman. Nimani tushunmayapsan? Qayerdan olding bu pullarni? Xo'p, olarman ham shu pulingni.
Lekin sen menga isbot dalili bilan qayerdan olganingni aytib ber. Men ishlayapman. U bu narsa olib sotyapman. Og'aylarim qarashib turibdi. Biznes qilyapman. Hammani aldasang ham meni aldolmaysan. Menga bu harom pullaring kerak emas. Sen meni bolam bo'lganing uchun gapiryapman. Bilib qo'y. Sen o'zingni yig'ishtirib ol. Ertaga afsuslanasan. Unda kech bo'ladi. Ol bu harom pullaringni. Men seni kuzatib yuribman. Afsuski, lekin hali qo'lga tushganing yo'q. Agar qo'lga tushsang, o'zim bilaman nima qilishni. Qadamingni o'ylab bos. Yig'ishtir pullaringni. Yaxshi. Boshqa gapingiz yo'qmi? Yo'q. Yaxshilab eshitib oling. Mani pulim harom bo'lsa, bundan keyin bir so'm pul bermayman. Yo'qol dedim senga. Dadasi, Nima dadasi? oyijon to'g'ri gaplarni gapiryaptilar. Agar oyijonni aytayotgan gaplari rost bo'lsa, bilmadim nima bo'ladi. Keyingi paytlarda juda ham o'zgarib qolgansiz. Cho'ntagingizda jaraq-jaraq pullar ko'payib qoldi. Bu pullarni qayerdan kelayotganini hatto men ham bilmayman. Agar topayotgan pullaringiz harom bo'lsa, oldingizda qizingiz bor. Bolalaringiz bor. Xudodan qo'rqing. Ertaga kasri farzandlarimizga urmasin. Ey, bitta aql o'rgatmagan san qolganding, tushundingmi? Ko'zimga ko'rinma. Alo, Allo. jonim. Men keldim. Voy, keldingizmi? Pastaman? Aha, men dorixonaga chiqqandim. O'sha yerda turib turing. Xo'p. Dorixonada nima qilib yuribsiz? Bint kerak edi, shunga tushgandim. Bint? Men kelganda kasal bo'lib qoldingizmi? Qo'rqib ketdim. Ay, yo'q. Domizni burchagida turibman. Odamlar ko'rib qolmasin deyman-da. Xo'p. Tezroq kela qoling, jonim. Aha. Yaxshi. Xo'p. Yaxshi keldingizmi, qizim? Uydagilaringiz yaxshimi? Xudoga shukr. Hammamiz yaxshimiz. Salom aytib yuborishdi. Salomat bo'lishsin. Oyim borib, bir singlingdan xabar olib kel dedilar. Shunga keluvdim. Ha, kelin? Ha, Nargiza qani? Mehmon keldi, opasi keldi. Chiqsin. Oyijon Nargizaxon uxlayotgandilar. Nimaga uyg'onmaydi? Vaqt peshin bo'ldi-ku, haligacha yotibdimi? Bor, uyg'ot. Yo'q, Xudo xola, qo'yuring, uxlursin. Menga hech narsa kerak emas. To'yib uxlasin. Hali yosh bo'lsa, ish qilishga ulguradi. Qolaversa, uyingizda shuncha keliningiz bor ekan. Ular ham qilib turishar. Mayli, oyijon, men ovqat solgandim. Oshxonada ishlarim bor edi. Chiqib qaray qolay. Bor. Yaxshi o'tiringlar. Salom. Salom. Ariq. Voy. Ehtiyot bo'ling. Oppa. Yaxshimisiz? Rahmat. Juba anjuba. Va'daga vafo qilib keldim. O, Siz-ku yo'qsiz. shunda shoshib kelishingizga qaraganda rosa quruq kelibsiz-ku, ha? Bu joyga borganda
sal bozor o'char qilardi-da. haligi O'zi, to'g'risini aytsam, haligi uyimda hech narsa qolmagan. Ishga, ichishga, suv o'tagandek. qayerda bozor bor? Mana, mahallamizni boshida bozorcha bor. Keyin yana bir narsani aytib qo'yay. Bu mana nozlarim juda ham qimmat turadi. Uyga kirgandan keyin pulim yo'q. Keyin beraman deb boshimni qotirmang. Yo'q. Men nasiyaga ishlamayman. Meni juda xafa qilyapsiz. Jonimni beraman, jonim. Pulni o'ylamang. Rostdanmi? Nima? Ko'rinishdan puli yo'q odamga o'xshaymanmi? Ha endi aytdim qo'ydim-da. Xavotir olmang. Aytmang ham, qo'ymang ham. Qani? Ketdik. Puldan hech qanaqa muammo yo'q. Bozorlik bo'lsa bozorlikda jonim. Bo'ldi-da. Qizim, har qalay yangi kelin degan nomi bor. Kelin degan ertaroq turib nonushta tayyorlash kerak. Biz singlimni cho'rilikka bermaganmiz. Xohlasa uxlaydi, xohlasa turadi. O'zi shu masalada siz bilan gaplashgani kelgandim. Oyim tayinlab aytvordilar. Xo'sh, qulog'im sizda. Nargizaga sovchilikka borganingizda Xudo xohlasa kelin qilsam, alohida yashaydi deb va'da bergan ekansiz. Qachon endi alohida qilmoqchisiz? Qizim, siz noto'g'ri eshitgan ekansiz. Meni uyimda kenja kelin bo'lib, mazza qilib yashaydi degandim. Uy-joy Nargizaxonga qoladi degan ma'noda gapirgandim. Men birorta kelinni alohida chiqarmayman. 4 o'g'lim, kelinlarim har doim yonimda yashashadi. Ko'z o'ngimda bo'lish kerak. Men hech qaysisiz yashamayman. Siz bilan bunaqa kelishmagandik. Nargiza alohida yashashi kerak. Ha. Alohida yashash osonmi hozir? Bir tovuqqa ham don, ham suv kerak. 10 ta odamga ham o'sha qozon, bitta odamga ham o'sha qozon osiladi. Undan ko'ra biz bilan mazza qilib yashagan yaxshi emasmi? Ovsinlari navbat bilan ovqat qilishadi. Har kuni o'zi ovqat qilmaydi-ku. Ko'pchilikka qozon osilsa arzon tushadi. Lekin 2 ta odamga ovqat qilish to'g'ri kelmaydi. Buyurtma qilsa hech qancha pul bo'lmaydi. Ularni qornini o'ylamasdan tezroq alohida chiqaring. Voy. Ha, tinchlikmi? Ey, Nima bo'ldi? hamma narsani olibman. Ana oshi masalliqlarni olmaman-ku. Voy, jonim. O'zim qo'l bola qilib osh qilib beraman deyotgandim. Unda bora qoling tezroq. Bo'ldi. Ola qoling. Siz mashina turib turing. Hop, Xo'p, hozir. jonim. Alo. Kecha sizlarga aytgan mijozim keldi. Hozir bozorlikni dodasini qildiraman. Bozorlik qilib bo'lgandan keyin uyga kiramiz. Formalarda tayyor bo'lib turinglar. Men qara bozor ucharga balolarmi? Tezroq ish qilmaysanmi, jinni? Menga arzimagan $200 berib karillashingni qara.
Uyimda ittifoqi yo'q. Bozorlik qilib bersa, u dovdirni hech qayeri kamayib qolmaydi. Bo'l, hozir nima desam ko'nikib turibdi. Tez. Menga qara, vaqt cho'zma. Tezroq harakatingni qil, ish qilaylik. Bo'pti. Tezroq harakat qil. Bu ham o'zinikini qo'ymaydi, tavba. Mana? Bo'ldi. Yaxshi. Ha? Ketdikmi? Men tushunmayapman. Telefonda namcha ko'p gaplashasiz? Telefon qilib tushib bo'lmaydi-ya. Ano bedana tuxumdan olaymi yo'qmi demoqchi edim. Bedanadek sayrayirdik. Anavi oldingizmi? Yo'q, olmadim. Lekin osh xarajatini hammasini oldim. Xo'sh, ketdikmi? Ketamiz. Namuncha shoshasiz? Ha, yana nima olamiz? Endi bironta shirinlik olaylik. Asalim. Anu konyak bilan qittiq qilib o'tirmaymizmi? Konyak olmadik-a? Yo'q, olmadik. Gazakka shokolad olaman. Qora shokolad. Birinchi konyak olamiz. O'sha yerdan shokolad ham olamiz. Ko'p. Men o'zi to'g'risini aytsam, umuman spirtli ichimliklar ichmayman. Yo'q. Siz uchun olaylik deyapman-da. Yo'q, bo'ldi. Kayfiyatingiz uchun ham. Albatta. Qoqni botir qilur, kambag'alni boy qilur. Ketdikmi? Nega achki taqib oldi deb hayron bo'lyapsizmi? Endi u bugun ko'rib qolmasin deyman-da. Dushmanlarim ko'p. Ichimdagi dushmanlar. Oramizda qizillar bor. Ketdik. Xo'p, menga honetda shiringina marojniy bor ekan, olib bering. Asalim, o'zingiz shirinsiz-ku, jonim. Yuring. Bo'ldi, xo'p. Alo. Azim aka? Qalaysan, Sherdor? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tez ofisga keling aka. Tinchlikmi? Keling gaplashamiz. Xo'p, hozir boraman. Bo'p tushibdimi? Xo'p. Fig'on kim? Nargiza bunaqa ko'p odamli oilada yasholmaydi. U yoqqa qarasangiz ham odam, bu yoqqa qarasangiz ham odam. O'zi kechagina to'y qilindi. To'y chiqin degani. Hozir Nargizani alohida chiqarishga imkon yo'q. Qachon imkon bo'lsa, o'shanda alohida chiqaraman. O'zingizga shuni yaxshilab aytib qo'ying. Qachon imkon topar ekansiz deb kutib o'tirishga vaqtimiz yo'q. Yaxshilikchi Nargizani alohida chiqaring. Agar alohida qilmasangiz, siz bilan boshqacha gaplashishimizga to'g'ri keladi. Nima, menga tahdid qilyapsizmi? Xo'sh, siz eringiz bilan qancha yashagansiz? Buni sizga nima qizig'i bor? Yo'q, siz meni savolimga javob bering. 5 oy. Agar sinim tilingizni qisqaroq qilganingizda bir umr birga yashagan bo'lardingiz. O'zingizga aytib qo'ying. Chidasanglar shu, chidamasanglar ham shu. Unda siz ham o'zingizdan ko'ring. Endi siz bilan boshqacha gaplashamiz. Qop-qop va'dalar berib, Nargizani kelin qilib oldingiz. Ishingiz loydan o'tib bo'ldi-da. Yolg'onchi xotin ekansiz. Uyat sizga. Men singlimni ko'rib ketaman. Kelin oldim desam, boshimga balo oldim shekilli. Sherdor. Assalomu Va alaykum. alaykum assalom, yaxshimisan? Tuzumisiz, keldingizmi aka? Keldim. Voy. Nima gap, tinchlikmi? Nimaga qo'ng'iroq qilding? Dilafruz qo'ng'iroq qildi. Formani kiyib tayyor bo'lib turish kerak. O'ljan vaqtimiz. Hozir o'sha lo'qqa Dilafruz ro'zg'or qildiryapti. Shu paytda senga bozorlik shartmi? Tezroq ishga o't desam, salli $200 bersalar, ro'zg'orimni qildirib olay qaytyapti deb og'zimni yopdi. Ey, mayli, bizga nima? Hamma. Yo'lni qilib,
o'sha lo'qni ishlayapti-ku. Ishlayversin. To'g'ri. Xohlasa mashina oldirsin. Xohlasa bozorlik qildirsin. Bizga nima uka? Biz ishimiz bitsa To'g'ri bo'ldi. aytasiz aka. Bizdan bir so'm ketmasa. Ey Sherdor. Bu dunyoda begona ayollarni bozorini qilib beradigan lo'q erkaklar ko'pda. Gapirma aka. Endi Ko'zi shunaqa. qonga to'lib qolgandir-da. Men mashinalik qilib yurgan bo'lsam ham hech qachon ayolimga xiyonat qilmaganman. Xotinni aldab shunaqangi yengiltak ayollarga boradigan erkaklar ham ko'pda uka. Uzoqqa borib nima qilasak, mana o'zim. Xiyonat orqasidan xotinim bilan ajrashdim. Hali unga, hali bunga ilakishganim uchun xotinim tashlab ketdi. Endi afsuslanib, dardimni kimga aytishni bilmay o'tiribman. Erkak juftsiz yashamas ekan. Hozirgi aqlim bo'lganda bu ishlarni qilmasmidi. Hech qachon xotinim bilan ajrashmasdim. Ha, mayli uka. Kech bo'lsa ham xatoyini tushunib yetibsan-ku. Ana shunisi muhim. Xotinimning ko'ngli qattiq og'riganmi deyman. O'g'li tutyapti. Hech kim menga qizini bergisi kelmaydi. O'shancha uka menga o'xshab bitta ayol bilan yaxshi yashab, uvali, juvali bo'lib yurish kerak. Xiyonatning oxiri mana shunaqangi afsus, voy bo'ladi uka. To'g'ri aytasiz. Endi bu yog'iga sizlarni yo'linglarni bersa aka. Mana shu yo'lga Yaxshi uka. ketamiz, Xudo xohlasa. Bo'pti. Unda vaqt yo'qotmaylik. Ko'p gapirmaylik. Tezroq kiyinib boraylik. O'lja ketib qolmasin. Ya, albatta. Formada qayerda? Mana shkafda. Shu yerdami? Bo'pti. Tezroq kiyinaylik. Voy. Qaynonangni yaxshi, bahmani ayol deb o'ylagandim. Turgan bitgani zahar ekan-u. Nima dedi qaynonam opa? Nargizani alohida chiqaring deganimni bilaman. Kechagina to'y qildim. To'y chiqim degani. Hozir ularni bo'lak qilishga imkonim yo'q deb chaqib oldi meni. Urushib ketdik. Aytdim-ku opa, bular bilan yashab bo'lmaydi deb. Bir haftaga yetmay sabrim tugadi. Endi bu yog'iga qanaqa qilib yashayman bilmayman opa. Tushunarli. Anonga telefon qil. Nima o'lib qoldim bozorda? Hozir qilaman. Oppo. Alo, Nimaga? Mahallamizdagi bozorchadamiz. Ana kuyov bola bozorlik qilyapti. Sizlar qayerdasizlar? Shu uyingga yaqin joydamiz. Bo'pti. Uyga kirishim bilan telefon qilaman. Xayr. Bozorda ekan. Yarim soatlarda kelar ekan. Xo'sh, Ikki qo'lingiz bo'sh. mashina yoqyaptimi muzdekgina? Yo'q, siz yoqyapsiz. Vau. Ketdingmi? Ha, ketdik. Oilani ko'taramiz. Aha, Deguramiz, ketdik. albatta. Bu safar so'ra savolni san qilasan. O'tgan safar yong'indan olgani shundoq bilinib turibdi. Yo'q. Hamma yo'ni to'liq qilib videoga olgin. Xo'p. Sifatli qilib ol. Keyinchalik ham as qotishi mumkin. Tushundingmi? Yaxshi. Xo'p bo'ladi o'rtoq boshliq. Siz aytgandek bo'ladi. Yaxshi. Menga qara singiljon. Bu yog'i endi o'zingga bog'liq. Nima qilishim kerak opa? Xullas, hech birini aytganini qilmaysan. Adi desa badi deysan. Umuman qo'lingni ishga urmaysan. Shunda qaynonangni o'zi ko'chani ko'rsatib qo'yadi. Haydab boradimi opa? Qayerga haydaydi? Sizlarni bo'lak qilib, boshqa joyga chiqarib yuboradi. Opa, Yodgor akamni jahli chiqsa-chi? Saniki. Namunchalan dovur bo'lmasin. Yig'la, siqta. Ko'nglini ol. Menimcha o'zi ham onasidan
Bu shovqindan, shuncha odamdan zerikkan bo'lsa kerak. Qaynonam bola chaqali yoshi bir joyga borgan o'g'illarini ham tergab o'tiradilar. Xoli joniga qo'ymaydilar. Hamma ularni aytganini qilish kerak. Ana, ko'rdingmi? Demak, yodgoram san tomon bo'ladi. Yoki shunaqa qilginki, bu uydan ovsinlaring chiqib ketsin. Keng uyni kelinchagi bo'lib o'zing qolasan. Ovsinlaringni jonidan to'ydirsang, o'zlari yuklarini yig'ishtirib, uydan chiqib ketishadi. Shu variant ma'qul, opa. Biz bir umr ishlasak ham bunaqa katta uy ola olmaymiz. Yaxshisi, o'sinlarimni quritaman. Keyin esa davr meniki bo'ladi. Ana endi o'zingga kelding. Bo'lmasa senga omad. Bo'sh kelma. Birov g'ing desa qo'ng'iroq qil. Bir zumda yetib kelaman. Rahmat, opa. Bo'pti, men unda tezroq bora qolay. O'zingni ehtiyot qilgin. Kuzatib qo'yaman, opa. Yo, shartmas. Ishni hozirdan boshla. Uxla, yot. Uyg'ing kelmasa ham uxlagin. O'zim chiqib keta olmayman. Bo'pti, o'zingni ehtiyot qil. Bo'pti, oyimga salom ayting, opa. Xo'p, bo'pti. Uxlash kerak. Nechinchi qavat, Dilafruzxon? 4-chi qavat. Bo, liftli uyda yashasangiz bo'lmaydimi? Oyog'im ishib ketdi-ku. Oppo, endi shu 4-chi qavatga ham liftda chiqasizmi? Endi jonni kuyitmay deyman-da. Charchab ketdim. Toqqa chiqmasangiz, do'lona qayda? Jon kuydirmasangiz, jonona qayda? Ha, tochni nishonga urdingiz. Voy, sekiroq, jim. Axir qo'shnilarim eshitsa, uyimga odam olib keldi deb, uchastkovoyga qo'ng'iroq qilishadi. Uchastkovoy? Meni qo'rqitmang-a. Men Melisadan qo'rqaman. Oilali odamman. Oy. Sal oldinroq boshqacha gapirayotdingiz-ku. Tinchlik kerak bo'lsa, ovozini chiqarmay, indamaygina kirish kerak. Qo'yon yurak. Qani? Yura qoling. Yuring. Oho. Yuring. Keling. Oldin kiring. Xo'p. Joningizdan sizni. Vo, dahshat ekan. Sher bor ekanmi? Azim aka. Azim aka. Joy topsiz uxlayverasiz aka. Charchadim. Nima qilib charchadingiz? Yotib charchadingizmi? Bo'ldi, do'mmoqliga boramizmi? Namcha hovliqasan. Sabr qil. Qo'ng'iroq qilaman dedi-ku. Formada, do'mitaga borsak. Hammaning diqqati bizda bo'ladi-ku. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Agar qo'ni-qo'shnilar uchastkovoy tanisa, bizdan shubhalanishi mumkin. Bu gapingiz ham to'g'ri. O'shaning uchun Dilafruz qo'ng'iroq qilishi bilan vaqtida ko'targan, tushundingmi? Tushunarlimi? Sizni tushundim aka. Ha deb qo'shiq aytavermagin. Namuncha g'ir-g'ir qilib qo'shiq aytasan? Aytma qo'shiq, jim o'tir, bo'ldi. Xo'p, bo'pti. Voy. Muhabbatim qozonmoq nasib etsa gar kimga, o'shani men ko'targayman bir umrga boshimga. Voy. Bugun she'riyat kechasi qilamiz. She'riyat olamimi? Albatta. Qarashlaringiz ham juda bir teshvor etdi-ya. Ha, to'g'ri. O'zi ko'pchilik aytadi. Ko'zing teshvoray deydi deb. Sizni qo'lingizdan do'ppidagina osh yesak, qilib beraman degandingiz. Baribir erkak kishini qo'li boshqacha bo'ladi-da. Albatta. Ancha bo'ldi. Bu erkak kishini qo'lidan osh yemaganimga. Yo'q. Bo'ldi. Azizam,
osh qilsak osh qilamizda. Xo'sh. Mazza qilib osh yeymizda. Sizni sansirasam maylimi? O'zimga yaqinroq tutmoqchiman-da. Shunaqami? Maylimi? Nima deysan? Juda ham chiroyli chiqadi. Bo'ladi, bo'ladi. Bo'pti. Oshxona qayerda? Oshxona bu yerda. Marhamat. Bu yerda. Yaxshi. Bo'lmasa narsalarni olib oshxona. Shoshilmang, shoshilmang. Xo'p bo'ladi. Jonim. Xo'p. Marhamat. Bilasizmi nima? Labay. Men ustimni kiyimimni almashtirib Qo'yningizni chiqaman. almashtirib chiqasizmi? Sizga yordam kerak emasmi? Voy. Yo'q. Sizni joyingiz hozircha oshxonada. Aylanib ketdik. Mani mushukcham. Miau. Voy. Voy. Opa. Alo. Allo, Qayerdasizlar? Tayyormisizlar? tayyormiz. O'lcha tayyor. Yaxshi. Tezroq kelinglar. Tag'in qopqondan chiqib ketib qolmasin. Tushunarli. Haligi pichoqlaringiz qayerda turadi? Jonim? Oshxonada hamma anjomlar bor. Pichoqlarning hammasi tortmada turadi. Aylanib ketay. Xo'p, xo'p. Ey. Yoz dedim, yoz. Yozmayman. Yozasan, jahlimni chiqarma. Yoz tezroq. Oyingni baqirtirmasdan yoz degandan keyin yoz. Yoz chiqani? Yozmayman. Bolam, Yozmayman. Umar, jahlimni chiqarma, yoz. Yozmayman. Chaqirdingizmi oyijon? Ertaga maktabga borasan, darslaringni qil. Ha, chaqirdim. Bo'la qol, jahlimni chiqarma. Yozmayman. Bo'ldi qillaring. Yoz dedim. Mana oyijon. Nargiza. Ko'rib turganingizdek, biz katta oilamiz. Xullas, biz nima topsak, hammasi o'rtada. Yoz chiqani? Bilganingizdek, 3 ta ovsiningiz bor. Qani mana. Ularni opa o'rinda ko'rib, hurmatini joyiga qo'ying. Ular sizga bilmaganlaringizni o'rgatishadi. Yo'l yo'ri ko'rsatishadi. Yo'q oyijon. Xudoga shukr. Es-hushim joyida. Hamma narsani bilaman. Bilmasam, ChatGPT bor. O'shandan so'rayman. Nima? Chacha. Nima deganingiz? U odammi? Yo'q oyijon. Internet. Voy. Internetdan so'rab nima qilasiz? Atrofingizda shuncha ChatGPTlaringiz turibdi. Xullas, menga undan so'rash qulayroq. Xafa bo'lmang oyijon. Men bu nevaralaringiz juda ham bezor ekan. Kelganimdan beri baqir-chaqir qilib boshimni og'ritib yorishdi. Shuncha bolani qanaqa ushlab o'tirasizlar bilmadim. Nargizaxon, salog'ingizga qarab gapiring. Ha, endi bola bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi-da. Bolali uy bozor, bolasiz uy mozor deyishadi. Ha, bola bo'lgandan keyin shovqin-suron bo'ladi-da. Men bunga o'rganmaganman. O'zimni xuddi lagerda yurgandek his qilyapman. Qiy-chuv, baqir-chaqir, to'polon. Na onasi qaraydi, na otasi qaraydi bularga. Voy qizim ey. Ha, bolalarni og'zini yopib bo'ladimi? Hali o'zingiz ham bolali bo'lsangiz, keyin tushunasiz. Yo'q oyijon. Mani bolam bunaqa kolxozda tug'ilmaydi ham, o'smaydi ham. Biz alohida chiqamiz. Bunaqa sharoitda bola tarbiyalab bo'lmaydi. Agar gapi shu bo'lsa, ishlarim bor, shularni qilaman. Na, bolam? Oyijon, bu ChatGPT balo ekan-ku. Tilini burroligini qarang. Bo'ldi, gap ko'paytirma. Hali u yangi, asta-sekin o'rganib ketadi. Niholni bir yerdan boshqa joyga ko'chirganingda ildiz otib ketish uchun vaqt kerak. Ha, Nargizam yangi nam Nihol. Ha deb uni g'iybatini qilavermasdan yo'l yo'riq ko'rsatinglar. Sanga
yoz dedim-ku. Yoz qani tez-tez. Hey, bolam siltilaverma. Bunaqa qilib o'rgatmaydi. Umar, bolam, qani o'zing yozginchi, yoz. Xo'p, buvijon. Ha, ana shunaqa. Oyijon, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom qizim. Yaxshi yuribsanmi? Yangi uyingga ko'nikib qoldingmi? O'rgana olmayapman-da, oyi. Qiynalib ketdim. Voy, nimaga qiynalasan? Kimdir biror narsa dedimi? Hech kim hech narsa degani yo'q. Unda nega qiynaldim deyapsan? Oyi, bu uyda shunchalik odam ko'p. Hattoki ismlarini ham adashtirib qo'yapman. Bolalarni-ku aytmang. Na o'tirib turishimda, na uyqumda halovat bor. Boshim og'rib ketyapti, oyi. Voy, Rahim opa seni so'rab kelganlarida alohida yashashadi deb va'da bergandilar-ku. Oyi. Bu kampirshonni biz alohida qilish niyati yo'q. Qaytanga o'sinlaringizni hurmatini joyiga qo'ying. Bilmaganlaringizni o'rganing deb nasihat qilyapti. Gapidan bilinib turibdi. Bizni alohida chiqarish niyati yo'q. Oyi, shuncha odamga ovqat tayyorlab ketin yig'ishtirishni ayting. Voy, tavba qildim. Men seni cho'rilikka tug'maganman, qizim. Seni xizmatkor bo'lishing uchun papalab o'stirmaganman. Bo'lmasa qaynonamga tushuntiring shuni. Bizni alohida chiqarsinlar. Oyi, men bu uyda yashay olmayman, ishoning o'lib qolaman. Qizim, ozgina sabr qilib tur. Bir yo'lini topaman. Oyi, zerikib ketyapman. Qizim, yig'lama. Sen yig'lasang yurak bag'rim ado bo'ladi. Yo'lini qilib seni u yerdan olib chiqib ketaman. Faqat yig'lama, siqilma, xo'p? Xo'p, oyijon. Faqat tezroq shuni hal qiling. Bo'ldi, qizim, bo'ldi. Qochdik. Mana, ovozni eshityapsizmi? O'zimni xonamda ham tinch o'tira olmayman. Faqat baqir-chaqir. Bo'pti, qizim, o'ylama. Keyin gaplashamiz. Bo'pti, oyi. Bunaqada aniq o'lib qolaman. Ey! Baqirmasdan naroda o'ynalaring. Jonimga tegdi-ku, bor yo'qol. Ey, dovdiramagin, tushundingmi? Aniq tiniq gapirgin. Militsiyaga o'xshagan, tushundingmi? Bo'ldi, yaxshisan. Tortma buni. Ketdik. Bu safar sen boshliq rolini o'ynaysan. O'tgan safargi gaplarni eshitdingda? Qonunlarni hammasini to'g'ri aytgin. Bo'ptimi? Xo'p. Qani yur. Ketdik, yuring. Shapkang ol. Tinchlikmi? O'zing xotirjam tut. Ichkilar xodimi turibdi. Yo'q. Ha. Rost ekanmi? Ha? Lekin soxtaligimizni bildirib qo'ymagin. Shu yetmay turuvdi aka o'zi. Agar bizni soxtaligimizni sezsa, aniq qamalib ketamiz. Ehtiyot bo'l.
Aka bizni ko'rmadi-yu, ne vahima O qilasiz? yo'liga chiqsa ko'radi-da. Yuragim o'ynab ketdi-ya. Nimaga keldik, nima qilib yuribdi bu yerda? Lekin bola aka yuragan chunchu pirret yurak shar etadigan ekan-a. O'chir. Ha, to'g'risi ham. O'chir ovozingni. Qo'rqitib yubordingiz odamni. Baribir ehtiyot bo'lishimiz kerak. Telefon qo'yganmi, kelaveringlar deganmi? Sanga qildi-ku. Tayyormiz, kelinglar Yani dedi. rost ekan milizani ko'rib xayolim ajib-uji bo'lib ketdi aka. Biz tomon kelyapti. O'tir. Mashinaga o'tir. O'rtoq boshliq, kirmanglar dedim-ku sizlarga. Aka. shu yerda ekan, kelaver. Chiqinglar Noto'g'ri xonamdan tushunyapsiz. tez. Bo'ldi. Voy, yo'q, hech akajon. kim yo'q. Qo'yvorsiz-chi. Qo'yvoring. Qo'yvoring Qilmang dedim. deyman sizga. Aka, Qarshilik qilmang. Ketinglar. Voy. Idishlarni yuvmoqchimisiz? Men buni ham qo'shib yuvib qo'ying. Mamma. Jinni bo'pmanmi? Nima? Aqlimni yeb qo'yibmanmi? Birovni kosasini yuvadigan ahmoqga o'xshaymanmi? Kim yegan bo'lsa, o'zi yuvsin. Bu nima qilganingiz? Nimaga otasiz? Hurmatingizni biling. Har qalay men sizdan kattaman. Mendan kattamisiz, kichkinamisiz, umuman farqi yo'q. Qizig'i ham yo'q.